Agar xn ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'lsa, u chegaralangan bo'ladi. Berilgan ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'lganligi uchun uning n cheksizga intilgandagi limiti a soniga teng bo'lsin. Ketma-ketlik limitining ta'rifiga ko'ra, a ning epsilon atrofida, ya'ni a minus epsilon a plus epsilon intervalida ketma-ketlikning n0 dan katta barcha hadlari a minus epsilon a plus epsilon intervaldan tashqarida esa cheklita hadi yotadi. Demak, xn ketma-ketlikning ko'pi bilan x1, x2 va hokazo xn0 hadlari a minus epsilon a plus epsilon intervalda yotmasligi mumkin. Agar a minus epsilonning moduli a plus epsilonning moduli x1 ning moduli x2 ning moduli va hokazo xn0 ning moduli sonlarining eng kattasini m deb belgilasak, u holda berilgan ketma-ketlikning barcha hadlari xn ning moduli kichik yoki teng m dan tengsizlikni qanoatlantiradi. Bu esa berilgan ketma-ketlikning chegaralanganligini bildiradi.